Laval 504 4 porşinli 50 tot kuchini ega 4 balonal tartadavon mexanik korobka parsing apparat traktor. Traktorimizning zadniy mosi ichki bortovoy bilan jihozlangan. O'zini og'irligi 2,5 tonna, lekin plus oldindagi hamda orqadagi protivoyuz tashlari plus 200 kg bo'ladi. Traktorimizning filtri masляный и уже o'zi tepadan sug'urib oladi havoni, oldindan emas. Sarelka baki 60 litr oladi. Arka naveskalari 2 silindr bilan jihozlangan. Silindrlar yuqori ham past ham ishlaydi, to есть bosib biladi. Yana bir plus tarafi bu traktorimizda gidrobak отдельный ishlaydi. Zadniy mos korobkadan olmaydi. Traktorimizda kompressor mavjud. Bunday kompressor bachogi o'zini bemalol dam urib, filtrlarini tozalab biladi. Ushbu traktorimiz mini traktorlar qatoriga kirgani bilan ham, lekin ichini komforti katta traktorlar bilan bir xil ishlangan. Yana sidinalari yumshoq, rollari gidrolika, o'zingizga kerak holda regrovka etib bilasiz rolni. Richak LDRK yurtadavor. Bunda konditsioner, pechka, regrovka etadavor, lyuk, jalyuzi. Shu katta traktorlardan ichi komfort olsa, bundan shuningdek komfort qilingan ichi. Ushbu traktorimizni siz bemalol leasing, pretseniya narx pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Traktorimizning bugungi kundagi narxi 223 million so'm. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tganmiz. Ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.